O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-dekabrdagi Samarqand viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni yanada jadallashtirish to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida hududlarda aholini tabiiy gaz bilan barqaror ta'minlash, ayniqsa kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan viloyatda qator manzilli loyihalar amalga oshirilmoqda. Payariq tumani Choshtepa massivida olib borilayotgan ishlar doirasida qurilish-montaj ishlari boshlangan bo'lib, loyihaning umumiy qiymati 1 milliard 763 million so'mdan ortiqni tashkil etadi. Rejaga ko'ra 5,5 kilometr gaz tarmog'i tortilishi belgilangan bo'lsa, hozirda 3,5 kilometr tarmoqda ishlar qizg'in davom etmoqda. Toyloq tumani Xo'jaqishloq massivida ham shu kabi ishlar jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Umumiy qiymati 890 million so'mdan ziyod bo'lgan loyiha amalga oshirildi. Rejadagi 135 kilometr tarmoqdan hozirda 125 kilometri yakunlandi. Kattaqo'rg'on tumani Melixo'ja massivida esa ishlar to'liq reja asosida bajarilmoqda. Shartnoma doirasida 195 kilometr gaz tarmog'i to'liq qurib bitkazildi. Samarqand viloyatida 63 kilometrdan ortiqroq gaz tarmoqlarini rekonstruksiya va mukammal ta'mirlash rejalashtirilgan. Bugungi kunda hududlarda qurilish-montaj ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan mana Payariq tumanida ishlar bajarilmoqda. Qurilish va montaj ishlari. Payariq tumanining Choshtepa hududida, Toyloq tumanining Xo'jaqishloq, Kattaqo'rg'on tumanining Melixo'ja, Ishtixon tumanining ko'tarma massivlarida gaz tarmog'i qurilish-montaj ishlari amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda Toyloq, Kattaqo'rg'on va Ishtixon tumanlaridagi qurilish-montaj ishlari yakunlangan. Mazkur ishlar aholini uzluksiz va sifatli tabiiy gaz bilan ta'minlash, infratuzilmani yanada yaxshilash hamda kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni paytda barcha obyektlarda qurilish ishlari belgilangan reja asosida davom etmoqda. Bugungi kunda hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan olib borilayotgan ishlar nafaqat aholiga qulaylik yaratadi, balki hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojiga ham xizmat qiladi.